Birinchi, bezmolotchniy kasha olasiz 4+ deganini. Gerberda moya первая kasha deb chiqadi. Shu birinchi kashani olasiz, bir kichkina qoshiq tayyorlaysiz. Sumalakning quyuqlikda suv qatib emas, keyin bolaga shuni yedirasiz. Birinchi kuni yeydi, ertangacha kuzatasiz. Bolada qayt, ichiga etish, yo tanasidan toshma chiqish, yo bezovtalik, qorni gaz bo'lib, shunday holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bu kashani berib bo'lmaydi bolaga. Birinchi yoqmaganidan bola uchun. Agarda shu belgilarning hech biri bo'lmaydigan bo'lsa, ertangi kunini 2 mahal bolaga kasha bersangiz bo'ladi. Tushundingiz axir? Endi birinchi kashani bolaga berdingiz, bola bezovta emas, yeb boshladan 3-5 kun davomida kunida 2 mahaldan kasha berasiz. O'zi uchun kichkina detskiy idish atasdan kunda bir idish atib tayyorlab yedirasiz, sumalakka atib. 5 kundan keyin ikkinchi turini qo'shasiz. Xohlasangiz ovsyanka qo'shishingiz mumkin, yo bo'lmasa grechka. Mana ichi 3 marta keladigan bo'lsa, grechkani bitta vaqt qo'shmay turganimiz ma'qul. Chunki grechka ko'pchilik bolalarning ichini suradi. Shuning uchun yaxshimi ovsyanka bersangiz bo'ladi, makkali kashalar bersangiz bo'ladi. Ovsyanka, makka, burunch, grechka hammasini yeb bo'lgandan keyin oxirida multizlak berasiz. Multizlakda hammasi aralashganidan, multizlakni shuncha oxirida beramiz.